Assalamualaikum köpçilik. Biz bugünkü dersimizde pul, kredit ve ular arasındaki derecelik fark doğrusunda en asasi düşüncelerle tanışıp çıkımız. Biz bu babda öğrendiğin asasi mezmuna tövenlikçi. Biz avval pulun mahiyeti ve onun funksiyasiyle tanışıp çıkımız. Pulun hazırkı biz işletetken kağıt pul şekilli gelişkici boğan tarihideki bir kanç basqıçlarını kısaca söylep ötümüz. Ondan keyin kreditning puldan bo'lgan farqi va bu ikki arasındagi munosabatni o'rganamiz. Bular arasidagi darajalik farqni, andaki markaziy banklarning qanday qilib pul bilan kredit arasidagi farqni tengshish, pul va kreditning qisilishi va kengayishini tengshish orqali shu jamiyatdagi mol bahosining muqimligiga va iqtisodiy ishning muqimligiga kafolatlik qilganligini va shuning uchun tirishganligini ve şu siyasetinin bazadaki başka mülklerge qanday ta'sir qilganligini tafsiliy o'rganamiz. Bu pul degan amaliyotda kishilar ma'lum bir ehtiyojni qondirish uchun, insonlar jamiyatda ma'lum bir rolni o'tash uchun kishilar o'zi paydo qilgan bir narsa, kishilar o'zi o'ydirib chiqargan bir narsa. Shunga pulning nimaligini bilish uchun shunga avval uning nima roli borligini, kishilarda nima rol, nima funksiyani o'tash uchun pulga ehtiyoji bo'lib qoldi, shuni tushunishimiz kerak. Pulning 3 muhim funksiyasi var. Bunun birincisi pulning almashtirish vositasi, ya'ni qimmat almashtirish vositasi bo'lishi. Pul bozorda bizga kerakli tovarlarni va boshqa mulozimatlarni, bizga ehtiyojli narsani setishimiz uchun vosita qiladigan bir narsa. Ya'ni men agar menga bir jup oyoq lozim bo'lgan bo'lsa, men uni shu pul orqali setib olaman. Menga oyoq sotgan odammi, ya'ni o'zi yaratgan qimmatni, o'zi yasagan oyoqni pulga tegishga rozi bo'ldi, chunki vaqt kelganda u shu pulni ko'tarib chiqib bozorda o'ziga kerakli boshqa bir narsani setib oladi. Ya'ni bu yerda hammamiz pulning vositasi bilan o'zaro almashtirib beramiz. Shu pulning birinchi funksiyasi qimmat almashtirish vositasi. Ya'ni pulning bu xil funksiyasi bo'lmasa, ya'ni bozor bo'lmasa, bozorda kishilar o'zining ehtiyoj narsalarini almashtira olmasa, insonlar jamiyati taraqqiy qilib, bundoq murakkab bir holga yetolmaydi. Ya'ni hamma odam o'zining kerakli narsani o'zi yasaydigan, o'z ehtiyoj narsasini o'zidan topadigan ibtidoiy jamiyat holatiga qaytish majbur bo'ldi. Pulning ikkinchi muhim funksiyasi uning qimmat hisoblash va selishtirish vositasi bo'lishi. Ya'ni biz hamma narsaning qimmatini pul bilan o'lchashga, şu qaysi narsa arzon, qaysi qimmat, qaysini hozir oson muvofiq, qaysi muvofiq emas, qaysi narsaga mablag' solsam bo'ldi, qaysi bo'lmaydi, shuni hammasini pul bilan o'lchashga, shuni biz qaror chiqarishda, bular orasida talashib berishda pulning vositasi bilan bularni selishtiramiz. Ya'ni men bu yil yozda Yaponiyaga kelib sayohat qilsam bo'lamdi yoki Malayziyagami? Bu yerda ikkisining chiqimini hisoblaymiz. Ya'ni o'xshamagan ikki narsaning bahosini, ya'ni chiqimini pul bilan o'xshash bir birlikda o'lchashga qaysi arzon, qaysi qimmat hukm qila olamiz. Bu pulning ikkinchi xususiyati. Ya'ni biz normalda ikki narsaning suratini hisoblamoqchi bo'lsak, o'xshash bir birlikni ishlatamiz. Ya'ni ikki mashinaning suratini hisoblamoqchi bo'lsak, mana mashina soatiga qancha kilometr mangdi. Yana bir mashina soatiga qancha kilometr mangdi. Shunday ikkisining qaysi tez, qaysi asta qilib hukm qilishda shu o'xshash bir birlik bilan bir soatiga 80 kilometr, yana bir soatiga 120 kilometr mang'an bo'lsa, ma'noning surati manda yuqori degan tez degan yukini chiqara olamiz. O'xshash bir birlik bo'lmasa, bu ikkisining suratini selishtirish tez bo'ldi. Shunga o'xshash bir birlik, ya'ni puldan iborat o'xshash bir birlikning vositasi bilan biz jamiyatdagi har xil narsalarning, biz har xil tanlashlarning qaysi arzon, qaysi qimmat, qaysi muvofiq emas, shu to'g'risida hukm chiqara olamiz. Bu pulning ikkinchi xususiyati. Pulning uchinchi xususiyati pulning qimmat saqlovchi bo'lishida. Ya'ni pul biz yaratgan qimmatni, insonlar yaratgan qimmatni saqlab, ma'lum bir vaqt, mayli bir yil olsun, mayli bir hafta olsun, mayli bir oy olsun, saqlash funksiyasini yutish kerak. Bu pulning uchinchi muhim funksiyasi. Mesela bir misal alsam, bir dehqon
Ätiyazını tatip közgece 6 ay işildi. Şön küzde o 1 yıllık usulü jıgıp aldı. Yani o 6 aylık yaratkan kıymetini bir küzde yaratkan kıymetini usul şekilde aldı. Hem de o muşu küzde alğan usulünü 1 yılga işiltiş gerek. Yani kiler yılı küz gitçe onunla başlayışkan dahiyadın kırım kırmaydı. Eğer o 1 yıl muşu küzlük usulünü saklap koymak müşbet edilse o özünün kıymetini saklayamaydı. O yoki o mesela onun buğday misal alsa, mesela onun küzde jıgıp alğan buğdayı belki bir neçe ay kalmay süpürüp turip ketiş mümkün. Buzulup ketiş mümkün, çirip ketiş mümkün. Ve yak ona hata yetiş mümkün. Mesela çaşkan bir taraf ketiş mümkün, ya ot ketiş mümkün degendek. Şuna bu öz yaratkan şu kıymetini saklayış gerek. Qaysı usul saklaydı? Dekkan alğan usulunu bazara çıkıp satıdı. Yani onu pul aylandırdı. Şu pul arkalık birinciden o özünün 6 aylık yaratkan kıymetini saklap aldı. İkinciden o şu pul bilen başka bir kıymetlerini, yani bazarda özü kerekli başka bir nesini setip aldı. Yani o kıymetinden başka nesini almıştırdı. Yani o şu kışta ısınış için yağış, kömür diyendek başka bir nesini setip mümkün. O yani o başka bir adamdan emgikide o yağış ya başka bir nesini diyen. Yaki ballara kim gidecek elçi mümkün, ballarını mektek aparıp okuş mümkün. Ve yaki kiler yili. Küzü teriden xemiyi okut, uruqya başka bir nesini elçi mümkün. Yani pulun kıymetini sakladı, bir fonksiyası amelga açtı. Yani şu pul arkalık özgürlük başka bir nesini setip aldı. Yani birinci fonksiyası, almıştırıcı vasıflı fonksiyası amelga açtı. Hem de o karar çıkardı. Toxtapda bu yıl azırak işlep koyuptuma, pul yetmeye kaldı. Yani pulda kısılıp kaldım. Kileriyle mançilik kısan boğadek. Azırak qaraganda çıkırak bir nasıl gerek. Ya olmasa bu yıl buğday terip hata alışıptuma, bağısı yaxşı olmadı. Kileriyle küm onak tersem boğadek. Ya paxt tersem boğadek. O çünkü menin hoşnam bu yıl paxt terip mançilik payda aldı. Yani bu yerde bu pul arkalık qaysı nesinin kıymeti yok, qaysı töven, qaysı xil məbləğ siliş. Özel qaysı kararın çıkarsa çıkarak kıymet yaratıdı. Şu neslemsinde şu pul ibaret bir birlikini kollanıp durup seçtiriyordu ve şu doğru gerekçeye plan tutuyordu. Yani bu bir yerde bunun üçlü fonksiyasını amelga aşıran buldu. Şunu çıkıp etkince de pul məlum bir nesnenin kıymetini ifade için insan ortaya çıkan nesnenin şu kıymetini ifade ediş arkalık biz bazada oxşaman kıymetlerini almıştırmız, ulan seçtirimiz, bahalayımız ve şu kıymetini saklap kalmaz. Şu pulun vasıtası bile. Yani kıymet bulmasa pul denesi ihtiyacı olmaydı. Kişilerin oxşaman ihtiyacı bulmasa şu ihtiyacını kandırdıgan tavar ve mülazimet bulmasa bu yerde pul olmaydı. Növbette biz işletetkan kağıt pul ve elektronik pulunun mühim alaydıklarını ve bundaki yüzülüşünü düşünüş için avval kandak biz bu halet kep kaldık, kandak biz hazırda kağıt pul devreye kadam koyduk. Ondan burun pulun kandak şekilleri bolgan. Yani pulun tarihi doğrusunda kısaca söyleşmeye mecburmiz. Çünkü özünün hatırasını, irsini yoxlub qalan bir adam özünün hazırki ahvalını, kimlikini ve bundanki nişanını bilemediğine oxşaş. Biz pulun tarihi bilen kısaca tunuşup çıkmasak, hazırki şeklinin qandaq bir şekil yazıp işlatan pulun qandaq bir şekildeki pul işgərlikini ve bundanki yüzün işini bilemeyimiz. Şu anda pulun tarihini ibaret bu naitdi uzun ve çoğun bir temini vaqt itibaren kıska ıhçam köp bir yerde söylep düşkü mecburimiz. Biz başlayıp ötkendek kişiler malını bevasıta mağlup işidigan iptidai iyilik devirden bara ma'lum bir narsani vasıta qilib turib soda qildigan bunda davriga kelgan. Eng dastlabki şu kişiler qulluq yapı yoki ma'lum bir daraxt o'simlikning urug'iga yoki yog'och degandek kichik sanashqa, ip yurish aplik narsani pul ishlatib kelgan. Mesela ülkede her bir mahallenin, her bir kabilenin deylik özü aldığı ayrım pulu olgan. Mesela bir kabile kululuk yapını, yine bir kabile
qaragayning urukini, yani bir kabeli yağaşını degendek işiltip özü kerak narsa almashtirib kelgan. Ammo kishilarning nopozning eşiği, kishilarning ehtiyojlarining eşiği, kishilarning hayat turmuş sübütünden yaxşılanışga erişip, kishilarning ilim berimleri jiqaygan, sorunun türleri köpeygen. O'jada bu xil eng ibtidai şekildeki pullarning kemçilikleri aşkarlanışıp başlagan. Yani ba'zi narsalar chirib ketgan, ba'zilari buzilib ketgan, ba'zilari o'lchamlik bo'lmagan, masalan, hamma qarag'ay urug'ga yaqimiz, hammasi qulluq kapitalilar o'xshash shaklda cho'nqichlikka emas, o'xshamay bo'la o'lchamlik emas ma'lumotlarni aytgan chog'da. Chunki kishilarning biroz qimmatni saqlay oladigan, hamma odam tunuydigan, sapliqiga, cho'nqichlikka kishilar hukm qilgan o'lchamlik bir xil pulga ehtiyoj tushgan. Shuning bilan miladdan 500 yıl burun tahminen hazır vaktimizin 2500 yıllar burun kadimki Gresya, yani Yunan'daki şehir devletlerine içinde Lidya'da bir devlette turuncu kettim. Tengi pul barlak kelgen. Yani kişiler onun burada altın ve gümüşnün ama şu pul buluş hususiyetinin bağlılığını, yani kıymetini saklaydıqını, eğer emeslikini, ölçemlik şikayetini, sapıqının bir kadar yukarı şikayetini bayqıgan. Ama Lidya'da resmi bunu ölçemde teng şekilde yumlak, diametri, kelelliki, ölçemlik, mandahil şekilde biz çıkırıp kişiler müşünü pokmuşlar kendinden keyin oxşumagan devletler arasında mı soğutsaydık güllengen, yani benim özelliğimga karıştığını bir hoşna mahallemden, hoşna yurtumdan özelliğe pulu buluştan kalkıp biz hem okşaş bir pulunu etraf kaldık, öcede soğutsaydık diye hem kolay oldu. Andan keyin bu xil abay etkendek altın bilen gümüş nisbeten asan buzulmaydigan, süpürüp üzülmeydigan metal qalgan narsalarga seçtiğen çadım. Da ki bu xil pulning qimmatini saqlash xususiyatim yuqori oldu. Şu an bu kishilar qimmatini saqlay olgan ekan, kishilar jihrah bir narsa ishlab chiqarib, uni pulga setib, pulni saqlashga yoki uni mablag' silishga ilham berdi bu narsa. Shundan so'ng setdik, mablag' silish, gullanishga boshlagan. Bu xil pulning tarixiy taraqqiyotidagi bu xil inqilob amaliyotda qadimki Yunonda, yani Gresyada ilim-fanning, falsafaning, ko'ngil ichishning, savdo tijoratning, yana nurg'un sohalarning gullanishiga turtki bo'lgan muhim bir sabablardan birisi. Şu kishilar taxminan 2000 yilga yaqin oltin va kumush tangalarini pul o'rnini ishlatgandan keyin, naqsh 2000 yillardan keyin, ya'ni miladi 1500 yillar atrofida yana shu O'rta dengizning 41 shahar davlatlaridan, ya'ni Italiyaning shahar davlatlaridan, Rim, Florensiyalarda İtaliyadagi cho'ng bank jamiyatlari o'zlarining qog'oz pulni chiqarishga boshlagan. Bu deganlik hamda masalan ma'lum bir bank jamiyati, masalan Italiyadagi Medici bankasi misol olgan bo'lsak, ularning Florensiyada, Rimda, Konstantinopolda, ya'ni hozir Istanbulda, Parijda, Londonda tarmoqlari bo'lgan bo'lsa, bir odam Rimdan Istanbulga kelib savdo qilmoqchi bo'lsa, mollariga necha to'yga oltin kumushlarni yo'tkab, uni yo'lda kim bulab ketdi, qaysi qarashchi uchrab ansilab, yoki uni qo'llaydigan maxsus odam yollab bunday qilishning o'rniga faqat shu bank chiqarib bergan palonchining shu bankida, Medicining Rimdagi tarmoqida 500 sar oltin va degan qog'ozni ko'taribla Konstantinopolga borsa, shu yerda savdo qilib, qarshi tarafga sen ma pulni Medici bankasining Istanbuldagi, ya'ni Konstantinopoldagi tarmoqidan 500 sar oltinni chiqarib olsang bo'ldi deb chekini tutqizib qo'ysa, shu savdo yurishavergan, ya'ni bankining chiqqan qog'ozni yana bir tarmoq e'tirof qilgan bo'lg'ashqa. Shu bankdan chiqqan bu xil qarz hujjati pul shaklida kishilarni nurg'un avarchiqdan, oltin kumushlarni yo'tkashdan, uni qo'g'dashdan, uni yushirib qo'yishdan, uni saqlashdan degandak nurg'un narsalardan qutulib qolgan. Shu bu savdoning texnik gullishiga kishilarning o'zining oltinlarini uyning keyindagi o'rmonliqqa yoki uyning ostida ko'mib qo'ymay bankka
koyuşu türkü olan. Şön kişiler altınlarını banka koyup ondan karşı ücret algan ki o karşı ücretini halagança apırıp üye beri soda kıkan. Bankımı karşı özgü pul kovalan sana çıkagandakin o altınlamı hadacem karı sorup gelgelerge karı berişki başlagan. Şön beri kredi şekillengen. Banka kullanan amanet pullarına yine amanet kullanan altın gümüşlerden çıkışı ve bunu menbe kalan kreditinin eşi yeni pul tarihindeki yeni bir çoğun inkılapның patlıçın keltirip çıkan şu an bu kadar inkılap matematika, siyasat ilminin, iktisat ilminin gülünüşüge, matematik tefekkürünün gülünüşüge ve şunun bilen felsefenin, edebiyat sanatının kaydı gülünüşü türkü olan mühim amalarından biri olup kalgan. Keyin bagan siri bir qancha çoğun ya şu devlet şu ma'lum bir zimindeki bir qancha çoğun bankalar birleşip merkezi bankini teşkil qilib şu devletning xan jamiyatiga qarz berilgan ve şu devletdagi muhim qurilishlarni mablag'larni ta'minlagan bo'lgandan keyin şu devletning umumiy hamma odam itiraf qilgan qarzchigini ya'ni şu devletning milliy pulini besish huquqiga ega bo'lgan. Shuning bilan devlet puli ya'ni devletning merkezi bankasi şu devlet vakaleten pulunu basadagan ortak kişiler şu pulunu şu devletning mayli şu devletning xan jamiyatining şu devletlik siyasetchining şu devletning daisining rasmiy bitilgan pulunu yani şu xil qarz chekini pul o'rnida ishlatadigan davra qadam qo'ygan. Bu hamda qog'oz pulning keng ko'lamda omlashib devlet puli yani her bir devletning o'z oldiga puli bo'lgan bir davra qadam qo'yganligimizning belgisi. Ama o vaqtlarda kişiler her bir qog'oz pulning keyinde onun kıymetini saklayatgan altın ya gümüş olan mesela bir devlet bir merkezi banka 10 fon sterlinlik bir qog'oz pul chiqargan bo'lsa vaqti kelganda shu qog'oz pulni ko'tarib kişiler merkezi bankaga yoki o'zining shu merkezi banka tarmoqqa kirib shuni oltinga tegishadigan huquqiga ega bo'lgan. Shuning uchun kişiler şu xil huquqiga ishonganlik uchun o qog'oz pulni yine qog'ozni pul deb ishlatishga qo'shilgan. Yani her bir taqatgan qog'oz pulni pulamiyati bir qarz cheki o chekning keyinde şu o'xshash qimmatdagi oltin yoki kumush bor. Shunun pulni shunun qimmat saqlayotgan. Keyin bara davlatlar chiqimi eshib davlatlarning mayli urush sababidan bo'lsin yoki boshqa sabablardan bo'lsin siyosatchilar davlatlarning xashlagan puli ularning xazinasidagi oltindan zo'r miqdorda ishib ketganligi uchun kişiler oltin davlatlar hukumatlar oltin bilan bo'lgan bu xil bog'ni uzish majbur bo'lgan. Şu 1971 yildan keyin biz asosan butun davlat dunyoda hukumatning buyruq bilan ya'ni qimmatni oltin yoki kumush qo'yilmagan faqat hukumatning majburlashidan ishlatadigan qog'oz pul davriga qadam qo'ydik. Bu hamda fiat currency deymiz İngilizce fiat pul davriga qadam qo'ydik. Bu yerda biz ishlatgan pullarning qimmati ma'lum bir metal tarafidan qo'llanilmaydi. Mayli altın yoki kumush olsun. Bunun qimmatini belgilagan narsa yoki bunun qimmatini buni ishiltish qimmati qilingan narsa shu hukumatning zo'rlik kuchi. Ya'ni hukumatning shuni shu davlatdagi kirim chiqimni aniqlashtiradigan, shu davlatdagi qarzni to'laydigan, shu davlatdagi bojni to'laydigan vosita deb majburiy qonundan uni ishlatishga buyruq tushirishi shu pulning amaliyotda qimmatini belgilagan bir narsa. Şu an mesela Amerika doları veya ki Angliya fon sterlini ya ki Avrupa işte euro ve ki Norveç krona olsun. Bu hemisi fakat şu hükümet muşni işiltse muş küçük ige muş devletki bütün ilim berim setimde ve baj veya ki herkanda kazını nekleştirişte muş pul muş devlet içinde itiraf kılınan pul diğerlik için bütün legal tender yani kanuni güçlen işiltishga majburlangan pul deb qarashga ishiltimiz. Keyin bara internetning umilishi, kishilar digital dunyoga qadam qo'yish bilan biz bevosita qog'oz pul ya'ni naqd pul ishiltishdan elektronlik pul ishiltish davriga qadam qo'ydik. Ya'ni bankdagi
hisobatimizdan yeni bir bank hisobotga bevosita pul ag'dirish, ya'ni elektron shaklda banklara o'zaro hisobotni naqdlashtirish usuli orqali suda ilim berim tijorat qiladigan, ya'ni elektron pul banklar va uchinchi bir tarafning vositalari o'zaro o'tkazilgan va keyin bo'libmi 2008-yildagi pul muomala kirishdan keyin xususiylarning ishtirok qilishi bilan markazsizlashgan blockchainga asos qilgan digital pulning barliq kirishi pul tarixidagi yangi davrning boshlanishi bo'lib qoldi. Biz har qanday bozor epsilonlar har qanday bahosini pulla o'lchaymiz dedik. Ya'ni qiymatni, ya'ni bahosini pulla o'lchaymiz. Pulni almashtirish va qiymat hisoblash vositasi dedik. Naqd pulning bahosi-chi. Pulning bahosi nima? Pulning bahosini qanday o'lchaymiz? Biz avval pulning qancha xil o'xshamagan bahosi va shuni bilan tanishib o'taylik. Hamda nurg'unlarimiz pulning bir yoki ikki xil bahosini tanish, ya'ni pulning o'xshamagan vaqt ichidagi bahosi, ya'ni o'simi, ya'ni hozirgi bugungi $5000 bilan 1 yildan keyingi $5000 orasida 1 yil vaqt o'tgan bo'ldi. Bu yerda pulning setilish kuchi ojizlagan bo'ldi. Chunki men birisiga $5000 qarz bersam, 1 yildan keyin onun uchun to'lqin talab qilma. Bu pulning o'xshamagan vaqtdagi bahosi, ya'ni o'sim bo'ldi. Andan keyin biz yana pulning mol bahosidan tunish, ya'ni pulning setilish kuchi bilan bekrak tunish. Biz normalda so'zlaganchada lira, Turkiya lirasi ojiz, dollar küçük pul, kron acizlab ketdi degan gapdan jaraq ishlatamiz. Bu yerda aytganimiz shu pulning mol bilan bo'lgan almashtirish bahosi. Pulning setilish kuchiga qarata aytilgan gap. Andan keyin biz yana to'la hollarda perevod bahosining gapini qilamiz. Pulning yana boshqa bir pul bilan bo'lgan bahosi orasidagi almashtirish farqi. Masalan, lira bilan dollarning orasidagi almashtirish bahosi, lira bilan yevroning orasidagi almashtirish bahosi degandek ikki xil qog'oz pulning o'zaro bir-biriga selishtirgan nisbiy bahosi, bu perevod bahosi. Ko'pinchalarimiz diqqat qilmagan bir narsa pulning naqdlashtirish bahosi. Ya'ni bankdagi bizning hisobotimizdagi, ya'ni bizning bank hisobotimizdagi pullar amaliyotdagi naq qog'oz pulimizga naq pulning orasidagi baho. Normalda bu ikkisining orasidagi baho birda bir bo'ldi. Ya'ni biz hozircha bank hisobotimizga pulni olamiz, ammo ma'lum bir krizis, iqtisodiy qiyinchilik va yoki jiddiy bir iqtisodiy davrda bankdagi hisobotimizga pulni naqd tegishni qiyin to'g'ri bo'libmi? Pul muomala sistemasi yoki bank sistemasi to'g'ri taraqqiy qilmagan davlatlar texnik shunday qildi. Masalan, 2012-yili Gretsiyada va Siprusda nurg'un banklar taqilib, kishilar bank hisobotiga pulni erishamay qoldi. Bu xil ahvol 3-dunyolarda, ya'ni taraqqiy qilayotganda texnik ko'p yuz berdi. Shunga kishilarning ko'pinchisi bankga pul saqlashdan bekrak naqd pul yoki oltin qatorliq bevosita o'zi idora qiladigan pul shakllarini ishlatishga moyilroq bo'ldi. Shunga bu yerda pulning 4 muhim bahosi var. Biri o'sim, bunun o'xshamagan vaqt ichidagi bahosi. Ya'ni men birisiga 10,000 lira berib turgan bo'lsam, 1 yillik onun o'simi, ya'ni hozirgi 10,000 lira bilan 1 yildan keyingi 10,000 lira üstüne qo'shib beradigan o'sim bunun o'xshamagan ikki vaqt ichidagi bahosi bo'ldi. Masalan, men liraning baholash nisbatini shu Turkiyadagi pul baholash nisbatini 50% deb faraz qilib, birisiga 10,000 lira berib turgan bo'lsam, 1 yildan keyin menga 50% qo'shib 15,000 lira qaytargan bo'lsam, bu yerga 50% bunun shu 1 yil ichidagi lira, ya'ni lira demak bu qog'oz bunun 1 yil ichidagi bahosi bo'ldi. Albatta, bu pulning o'xshamagan vaqtdagi bahosi bunun mol bahosiga kerak munosabatli bo'ldi. Shuning uchun Markaziy banki pul siyosatini yurgizgan joyda pulning yolg'iz bir bahosi, ya'ni o'simga emas, boshqa baholarga o'xshash ta'sir ko'rsatadi jamiyatdagi. Pulning perevod bahosini ta'sir ko'rsatadi, pulning naqdlashtirish bahosini ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni pul muomala sistemasining muqimligini saqlash rol bilan pulning naqdlashtirish bahosining har vaqt birda bir bo'lishiga kafolatlik qildi.
ösümünü üstüne düşürüş arkalık pulun oqşma vaqtdaki bahasını tanışaydı. Baş dövlətinin pulların epsitişini umum periyot bazarda periyot bazarki sodağa yani pulun periyot nisbetiga aralış arkalık pulun periyot bahasını ko'tarib oldu. Elbette cemiyetdeki umumi pul təminatına qısış yoki kengaytirish arkalık mal bahasıga ta'sir qildi. Yani Merkezi Bankının pul siyaseti cemiyetde pulun muş 4 xil bahasıga oqşmagan derecede ta'sir ko'rsatish arkalık özüne maqsad nişan ayırdı.